Xo'p, keyingi masala agar xafa narsa bo'lmasangiz, qarshi bo'lmasangiz bitta masalani ko'tarmoqchiman. Gornitorimiz bo'yicha. Bizga ham juda ham ko'p savollar keladi gornitorimiz haqida. Jasur akam yaqinda aytdilar, Shopir akalarimiz hali gornitorimiz nimaligini bilmaydi degan gap aytganlarga o'zim hayron bo'ldim. Shu haqida bir qisqacha aytib bersangiz, gornitorimiz o'zi nima, qanaqa holatlarda ishlatiladi? Bu masalasida masalan siz ekspertsiz, Habibullo aka ekspertlar masalan ular ham ko'p mashina haydaydilar gornitorimizda masalan. Shu haqida bir qisqacha aytib bersangiz, ikkalovinglardan ham eshitsak, juda ham ajoyib bo'lardi. Shopir aka nomidan va servis xodim nomidan. Gornitorimiz masalasi bo'yicha yaxshi ochdingiz bu mavzuni. Yaqinda tez uchrab turadigan holat, telefon qilishadi, mashinam tortmay qoldi yoki bo'lmasa uchib qolyapti yoki zavod bo'lmayapti deb juda ko'p holatlar bo'ladi. Men birinchi savol beradigan savolim, gornitorimiz qo'shilib qolmaganmi? Chunki juda ko'p holatlarda qo'shilib qoladi, qo'l tegib ketadi bilmagan holatda. U shopirgalar bilishmaydi gornitorimizni. Qayerdan o'chirish kerak, qayerdan yoqish kerak, nimaga ishlatish kerak. O'shaning uchun albatta agar bundan oldin yuk gornitorimiz bor yuk mashinalar minmagan bo'lsangiz, albatta minadiganlar bilan gaplashib, o'rganib yoki bo'lmasa bizning rasmiy dilerdan mashinani olayotgandan savollarni berib, qanaqa ishlatish kerak, nima qilish kerak, qanaqa qo'shish kerak, olsangiz bo'ladi. Hozir Jasurga aytdingiz-ku, shu gornitorimizda haydaydigan minadigan shopirlar bilan gaplashibdi. Aklar shopirimiz oldimizda o'tiribdilar. Masalan, men yangi haydovchiman. Masalan, Tiger V oldim. Tiger V'da gornitorimiz bor. Olib ketyaptilar, gornitorimiz bor deb ko'rsatdilar. Qayerdaligini videoni tagiga qo'yib qo'yamiz. Gornitorimiz Far Tiger V'larda qayerda bo'ladi? Ya'ni bu yerda chiqqan bo'lishi kerak. O'shanda shunda pastga tushirib, ikkita pech chiqarsanglar gornitorimiz bo'ladi. Xo'p, endi shopir akamizdan so'raysiz. O'zi gornitorimizlarni qachon ishlatamiz? Nima bo'ladi? Qanaqa? Hozir Jasur akam aytdilar, bu ayrim shopir akamimiz bilmaydi. Endi ko'p shopir akamiz biladi. Yo'q, hammaga nazar emas. Ayrim shopir akamiz shunaqa holatlar bo'lgan ekan, mashinani zavod qilib olishgan bo'lgan, borib servis xodimlar o'rgansa, shu gornitorimiz qo'shilib qolgan bo'ladi, qo'l tegib qolgan bo'ladi. U gornitorimiz qanaqa vaziyatlarda ishlatiladi? Misol, perevallardan yuk bilan pastga qarab tushayotganda, ko'p tormoz bosmasdan turib o'sha gornitorimiz ishlatsa, u havo yordamida gulishlardan bo'g'ib beradi. Qaysidir mashinalarda gornitorimiz, qaysidir mashinalarda retarder bor. U havo yordamida retarderlar korobkadan bo'g'ib beradi. Gornitorimiz gulishlardan havo yordamida bo'g'ib beradi. Mashinamiz yuk bilan pastga qarab tushib qolmasligini oldini oladi. Agar u narsa bo'lmaydigan bo'lsa, misol ko'p tormoz bosishimiz to'g'ri keladi. Tormoz bossak, o'sha kalotga qizgandan keyin o'sha mashina to'xtamay qoladi. O'sha iloji boricha shu faqat gornitorimiz bilan tushishni maslahat beramiz shopir akamizga. Perevalada. Yana to'ldirib o'tmoqchiman. Abdulloh, agar gornitorimizni ishlatmay tepalikdan tushadigan bo'lsa, kalotkada qizib ketadi. Ko'p xizmat qilmaydi sizga. Ha. Endi o'zimiz ham ko'p guvoh bo'lganmiz. Perevalada tormoz ishlamay qolib, ko'p bo'ldi bunaqa voqealar. Ko'rgan bo'lsangizlar ham. Tormoz ishlamay qolib, nechta avariyalar bo'lib ketdi. O'sha birinchi u sababi pergruz ko'p ortishi. Haddan tashqari bu 2 barobar emas, 3 barobar emas, joy kelsa 4 barobar ham ortishi yubortirilgan, me'yordan ortilgan. Va o'sha ko'p tormoz bosganning oqibatida kalotkalar qizib ketdi. O'sha tormoz ishlamay qolgan. Shuni mana shunaqa ko'ngilsiz holatda, mana shunaqa bo'lavergani uchun shu tarozda ham hozir ko'paytirildi hamma joyda. Qanisi perevaladi.